Suv kabi bo'ldi, ustim suv. Suv bo'ldi og'a. Tuxumdan chiqqan jo'jaday iborasining sharhi. Beg'uborlik ma'nosida. To'g'ri javob. Eshakni yashirsang hangrab sharmanda qiladi. Ushbu ibora qaysi so'zga teng? Yolg'on gapirmoq. Noto'g'ri javob. Gapira bering. Eshak xalta so'zi adabiy tildagi varianti. Eshak xalta? Bosh yostiqqa yetti iborasi qanday ma'nolarda keladi? Uzoq vaqt kasal bo'lib qolish, keyin dam olish. Chandir so'zi haqida nimalarni bilasiz? Go'shtning yog'li qismi, urug' nomi. Yana? Bo'ldi, bilganim shu. Bu safar Toshkent javob beraman. Chirpi so'zining adabiy tildagi ma'nosi. Chirpi odam, bola. To'g'ri javob. Suv kabi bo'ldi, ustim suv.